Hikmatilla aka, mana Andijon viloyatida dolzarb 15 kunlik e'lon qilindi. Ko'ryapmiz, jala hudud ham havosi toza. Mana o'zimiz his qilyapmiz bu narsani va bundan tashqari o'zingizlarning sahifalarda amalga oshirilayotgan ishlarni shaxsan o'zingiz ko'rdim. Xazon yo'qotganlarda oldiga borganingizni ko'rdimda. Shu bo'yicha qanaqa ishlar amalga oshirilyapti shu dolzarb 15 kunlik bo'yicha? Avvalambor sizlarga katta rahmat. Shu hozirgi kun e'lon butun mamlakatimiz bo'yicha e'lon qilindi bu narsa. Buni mana jala hududida ham bo'layotgan narsani o'zingizlar ko'rgani, kelganlar uchun sizlar vaqt topganingiz rahmat. Avvalambor muhtaram prezidentimizga rahmat, mana viloyat hokimimizga rahmat. Bu narsani tashabbuskori ular. Shu tashabbusdan kelib chiqqan holatda biz mahallani oqsoqollari bilan, kattalari bilan, mahalladagi nuroniylarimiz bilan birgalikda birinchilar bilan maslahatlashdik. Mana shunaqa aksiya e'lon qilinib, shu ishlar boshlanayotganda 15 kunlikda xo'p, endi qaysi tomonda nima qilaylik? Qaysi hududimizda nima bor? Qanaqa ishlab chiqarishlarimiz bor? Bu ishlab chiqarishlari qanaqa haligi aholiga zarar tegayotgan qismlari bor degan narsani tumanimiz mana prokurori, o'chani militsiyamiz, favqulodda vaziyatlar, hamma tegishli idoralar bilan o'tirib maslahatlashdik. Shu maslahatimizdan keyin bizda ham to'g'risi 3-4 ta shunaqa og'irlik tochkalarimiz bor. Endi og'irlik tochkalarimiz bo'yicha sanoat korxonalarimiz, ishlab chiqarish korxonalari, nima deydi, teplitsalarimiz bor, mana issiqxonalarimiz. Bular bo'yicha joyiga borib, odamlarga tushuntirish berib, ularni faoliyat to'xtatiladigan qismlarini juda zararlarini to'xtatildi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqda ham ko'rsatyapmiz. Issiqxonalarimizni bugungi kunda mahsulot yetishtirilib turgani uchun to'g'risi ularga ozgina muddat berdik. Shu filtrni o'rnatib, sabab bu yerda u tadbirkor ham zarar ko'rmaslik kerak. Bu yerda fuqarolarga ham zarar tegmasligi. Shuni o'rtasini to'g'ri topa olsak, menimcha shunda to'g'ri haligi nima bo'ladi. Shuning uchun tadbirkorimiz mana kecha kuni borib tushuntirdik. O'sha yoqadigan ko'mirlarni o'rniga o'tin olib kelib, 2-3 kun isitayapti tag'in. Mana viloyat hokimimizni oldiga masala qilib qo'ydik. O'shani endi gazlashtirishga ruxsat bo'ldi. Hozir hujjatlar bo'ldi. Hamma yo'q bo'lyapti. Xolos 2-3 kunda unga o'tib ketadi. Sabab, yana aytaman, dasturxoniga ertaga bayram. Aholini dasturxoniga baraman mahsulot qo'yishimiz kerak. U yoqdan ham, bu yoqdan ham. Ikkinchi tomondan mana xazon. Endi kuz keldi, mana o'sha daraxtlar hammasi barg tugagandan keyin odamlarimiz shunga o'rganib qolgan ekan, eng oson yo'li shuni yoqib yuborish ekan endi. Buni endi mahallalarda oqsoqollar bilan, mahallaning raislari bilan, mahalla yettiligi bilan, endi eng asosiysi shu mahalladagi faollarimiz bilan odamlarga tushuntiryapmiz. Shu narsani yoqmasdan shu agorodga yo ko'mib, bir joyga ko'madigan bo'lsak, bahorda o'zimizga u chirindi-da. O'sha nimaga solish mumkin? Agorodga, o'g'itda bu. deb hammasiga tushuntiryapmiz. Endi hali rayonimiz katta, 200 mingdan ortiq aholi bor. Endi bu yerda bitta-ikkita shunaqa holatlar chiqib turibdi, lekin bugungi kunda odamlar tushundi. Sabab bu yoqish birinchi navbatda o'zimizga-da bu zarar. O'zimizni farzandimiz, o'sha mahallada yuradigan, shu mahallada yoqadigan bo'lsa, shu mahallada o'zimiz farzandimiz nafas oladi-da. Bu tashqaridan birov kelib, birovga bu nimasi yo'q. Shu narsalarni tushuntirib, boshqa qilganimizdan keyin Xudoga shukr, hozirgi kunda aholimiz to'g'ri tushunyapti. Oqsoqollarimiz ham yuryapti, o'zimiz ham yuryapmiz. Kechasi tungi reydlarni o'tkazyapmiz. Hammamiz birgalikda odamlarimiz buni to'g'ri qabul qilib, bunga xursand bo'lishyapti. Shu bilan bir qatorda o'sha tungi reydlarimiz davomida haligi endi nima deydi, antisanitar holatlariga ham bir yo'l e'tibor berib, bularni ham oldini olib, bularni ham joy-joy qo'yish masalasini ham ko'rsatib, nima qilib ketyapmiz. Lekin Xudoga shukr, mana hozirgacha nechta joyda, nechta shunaqa reydlar o'tkazayotgan bo'lsak, aholi buni nima deydi, bugungi holatdan, bugungi vaziyatdan, bugungi mana ayrim shaharlarimiz, ayrim markazlarimizdagi havo ifloslanishini mana kunlik ko'ryapmiz-da. Shularni ko'rib, bo'layotgan ishlarga o'zlarining xayrixohligini bildirib, yana kerak bo'lsa, qo'ni-qo'shnilarga o'zlari ham buni targ'ibot ishlarini o'tkazyapti. Shu fursatdan foydalanib, men ruxsat bersangiz, biz o'zimizni xalqimizga bir murojaat qilib olsam, hurmatli jalaqduliklar, kelinglar, mana men bosh, mana tumanimizning faollari, tumanimizning fuqarolari, hammamiz agarda bir bosh bo'lib, shu dolzarb 15 kunlik, faqat 15 kun emas, bundan keyingi davrlarda ham shu o'zimizni mahallamizni toza tutsak, pokiza tutsak,
har xil zaharli chiqindilar, har xil noqonuniy narsalardan foydalanmasdan tabiatni, ekologiyani agarda ifloslanishini oldini olsak, shu yerda o'zimiz yashaymiz. Begona kelib bu yerda nafas olmaydi. Shunga men hammangizni chaqirib qolaman. Bu jarayonda hammamiz faol qatnashaylik. Kerak bo'lsa hammamiz bir bo'lib turib shu mahallamizda, shu joylarimizda, qishloqlarimizda oqsoqollarimiz birgalikda shu narsani bir bosh bo'lib birgalikda amalga oshiraylik.